300 ga yaqin, e'tibor bering birodarlar, 300 ga yaqin o'quvchilarning ro'yxati bor. Kimgadir forma fartug'i yo'q, kimisidir sumkasi yo'q, o'quv quroli yo'q. Bular bizni va sizni kutmoqda. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bizlar uchun jamoasi yangi o'quv yiliga yangi bir loyiha va yangi bir tadbir bilan sizlarning qarshingizdamiz. Bolalarga quvonch va kelajakka umid ulashing shiori ostida inshaalloh sizlar bilan juda bir katta loyihaga qo'l uramiz. Bu loyiha shahrimizda joylashgan, kam ta'minlangan, ota-onasidan erta ajragan va boquvchisi yo'q bo'lgan bolajonlarga, o'quvchilarga maktab formasi va o'quv qurollarini ulashishlik bo'ladi. Yangi o'quv yili har bir bola uchun yangi umidlar, yangi maqsadlar va yangi rejalar davridir aslida. Ko'pincha oilalarda bitta farzand uchun olingan sumka, o'quv qurollari, forma oddiy bir narsa aslida, lekin qaysidir bir oilalar uchun bu juda katta bir muammo. Birodarlar, siz olib bergan sumka yoki forma yoki fartuq bitta bolajonning qalbiga shu darajada xursandchilik kiritishi mumkin. Buni biz va siz guvoh bo'lmoqdamiz. Shahrimizda joylashgan juda ko'p kam ta'minlangan oilalar har yili bizni qo'ng'irog'imizni, bizni chaqiruvimizni kutib yashaydi. Sababi oddiy. Bizdan va sizlardan bolajonlar uchun forma, fartuq va sumka o'quv qurollarini kutadi. Kelinglar birodarlar, oddiy bitta sumka qaysidir bolani yelkasida osilib ketar ekan, ertaga shu bola shahrimizga, ummatga juda bir katta foydasi tegadigan inson bo'lib yetishi mumkin. Shuning uchun bu loyihaga befarq bo'lmaysizlar degan umiddamiz. Bizlar uchun jamoasi bu ishda sizlarga yordamchi va ko'makchi har doimgidek. Yil davomida biz shahrimizda joylashgan 300 yaqin bolajonlarni forma fartuq, sumka o'quv qurollari bilan ta'minlab kelganmiz. Bu yil ham bizni yigitlarimizni, jamoamizning ro'yxatida 300 ga yaqin, e'tibor bering birodarlar, 300 ga yaqin o'quvchilarning ro'yxati bor. Kimgadir forma fartug'i yo'q, kimisidir sumkasi yo'q, o'quv quroli yo'q. Bular bizni va sizni kutmoqda. O'rta hisobda hozirgi bizni yashab turgan davrda bitta o'quvchiga o'rta hisobda aytayapman birodarlar, forma fartug'iga, sumkasiga, o'quv qurollariga 5000 so'm pul ketadi. Kelinglar birodarlar, 300 yaqin bolalarni umumiy hisobda hisoblab chiqsak 1,5 million so'm pul ketar ekan. Bu pul albatta kim uchundir juda katta pul. Lekin siz bilan birlashsak bu biz uchun oz miqdordagi pul inshaalloh. Shu uchun homiylarni jalb qilamiz, homiylarni chaqiramiz. Ko'makchi bo'ling. Bitta o'quvchini sotib oling, formasini, fartug'ini, sumkasini bizga homiylik qiling. 59 million 55 20 20 raqamlarimiz va homiylar uchun 997 million 60 60 60 raqamlari va WhatsApp, Telegramlarimiz yoniqki, shunday oilalar bo'lsa ham bizga murojaat qilinglar, ro'yxatga qo'shamiz va bizga homiy bo'lmoqchi bo'lganlar bo'lsa ham bizga aloqaga chiqinglar. Inshaalloh bir bolaga berilgan forma, fartuq, sumkasi uni qalbiga va oilasiga xursandchilik va juda ham bir katta bayram o'zi aslida. Bizlar uchun shunday bir tadbirlarda siz bilan birga, biz bilan birga bo'ling. Bolajonlarga quvonch va kelajakka umid ulashing shiori ostidagi proyektimizga, karvonimizga qo'shiling inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.